Samarqandda shov-shuvli holat. Bir badbaxt basseynda suzaman deb cho'kib ketishiga oz qoldi. Yoshligida tog'oraga ham cho'milmagan bu badbaxtga basseynda cho'milishga kim qo'yibdi deysiz? Buni ota-onasi qayerga? Maylida, ota-onada ham nima ayb? Mahalla raisi qani? Qayerga qarayapti? Nimaga javob bermayapti? Hozir qutqaruvchilar buni qutqaraman deb o'zi ham cho'kib ketishiga ozgina qoldi. Qutqaruvchilar mayli go'ya basseyn egasi qanday javob beradi? Nima deb o'ylaysizlar? Bu kishi cho'kib ketgandan keyin basseyn egasi qanday javobgarlikka tortiladi? Basseyn egasi ham 1-2 yilda qutulib ketar, lekin qutqaruvchining holiga maymunlar yig'lamaydimi? Uning bolalari-chi, oilasi-chi, uylanmagan bo'lsa-chi? Akaga rahmat, lekin bir tarafda endi o'lim deb xursand bo'layotgandim. Kreditlarim kelib qolgandi. Lekin bir tarafda mashinamga pol deb bak benzin soldim. Akaga rahmat, lekin dushi o'lib ketishimga zarqol. Men to'g'risi qutqarib juda katta yordam qildim deb o'ylamayman. Bu bizning vazifamiz, xalqimizga yordam berishimiz kerak. Men bitta ikkita kitoblarda o'qigandim, to'g'risi sun'iy nafas haqida. O'shanda nafas gapiradi. Bu onang shunaqa ham noshukr odam bo'ladimi? Mayli, joni sog' bo'lsin.